Kunni ko'rib kelajak uchun yashayman. Kelajak mendan tili qisiq emas. Meni unutishga doim tayyor. Lekin kimdir o'tgan asrda bir bobomiz bizni o'ylagan ekan deb bir bolani qo'liga tushib qolsa, u ham ajab emas. Seni sog'insinlar. Sen ko'p sog'inding. Chora yo'q baribir ikki holda ham. Daryodek tosharding, ko'l kabi tinding. Faqat ruhing qoldi sen bilan hamdam. Afsus, sog'inchning ham bordir adog'i. Keyin unutilish bari abasdir. Sog'ingan odaming ko'nglida dog'i, sog'intirganga ham oson emasdir. O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Aripov 8 yildan beri yetishmaydi bizga, xalqimizga. Chunki o'sha shoirlarning ichida eng xalqchil shoirlardan bittasi Abdulla Keytlar. Abdulla Aripov. Biz juda qadrdon edik, aka-ukada edik. Ko'p safarlarga birga borardik, ko'p uchrashuvlarga birga borardik. Endi Abdulla akaning she'riyatini biron bir nimaga qiyoslab bo'lmaydi. Uning ichida falsafa ham bor, vatanga sadoqat ham bor she'rlarning orasida. Yorga sadoqat bor, do'stga sadoqat bor. Shu bilan birgalikda o'sha ijodlarida endi beqiyos ijodlari ularni. Men uchun otam bir quyoshday timsol edi. Ham nur berib turadigan, ham quvvat beradigan, issiqlik beradigan, yo'l ko'rsatadigan. Qolaversa o'sha xursandchilik manbai ham. Umuman hayotimiz mazmuniga aylanib qolgan ekanman. Chunki otam hazillashib aytardilar. Hech qachon xor bo'lmayman, 5 ta farroshim bor derdilar, 5 ta qizim bor deb. Bizlarda to'yimiz 67-yilda bo'lgan bo'lsa, Abdulla aka o'zining to'ylarida, anoda filmda o'shani men aytib berganim uchun bo'ldi, she'r o'qiganlar to'yida. Yozajakman degan she'r yangi yozilgandi, 67-yilda yozilgan. Agar deydi, senga deydi, mustaqil bo'lsang, doston yozaman. Boshingga qunsa agar sharpai iqbol, poyingga ilm bosh urib Qur'on yozajakman. Quldir demangiz garchi nomim Abdulla erurman, rasul ham emas, yo'q hali unvon yozajakman deydi. O'sha payt Abdulla aka 24 yoshda edi. Qaysi yurak bilan agar sen mustaqil bo'lsang, o vaqtda birov mustaqil bo'ladi O'zbekiston degan narsa tushiga ham kirmagan edi. O'shanda aytadi, agar sen mustaqil bo'lsang, Qur'on yozajakman, unvon yozajakman hali kerak bo'lsa. Rob borasa o'rtadan 25 yil o'tgandan keyin shuni mustaqillikda madhiyasini yozish Abdullaga nasib qildi. Abdulla Aripov O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasining matni muallifi ekani bilan ham xotiralarda saqlanib qoladi. Madhiya qabul qilinishi jarayoni oson kechmagani. Ko'plab nomzod va matn, musiqa namunalari komissiyaga taqdim etilgani hujjatlarda yozilgan. Buni mustaqillik e'lon qilgandan keyin albatta buni madhiyasini yozilishini eshitgandan keyin hamma qatori Abdulla aka ham esingizda bo'lsa taxallus bilan nima qilgan, hamma yozuvchi qatnashgan bunda. Ismi familiyasi berilmagan, taxallus bilan qatnashgan. O'shanda qatnashganlar. Bu 2 yil davom etdi. 91-yil mustaqillik bo'lgan bo'lsa, 92-yil 10-dekabrgacha ungacha bilasizmi, mana bir chamadon madhiyam bor. O'zgarilavergan to bu anoga kelguncha qayta nimaga topshirishdi, ko'rishdi. Rahmatli Pirimqul Qodirov komissiya raisi edi. Yig'ilish nima qilishardi, qaytaverib
de o'ganda 2 yilda juda katta asar yozishi mumkin bitta odam. Cho'ntagida titilib qolardi qog'oz, keyin boshqa yana ko'chirib berardim. Unisini solib qo'yardi. Shu so'zi o'zgaraverardi-da, o'zgartirib titilib ketardi cho'ntagida qog'ozcha. Shu titilgan qog'ozlarni shu asray olmagan ekanman. Qo'ng'irtovliq degan taxallus bilan qatnashgan Abdulla. U asl shoir edi. Uning she'rlarida insonning chuqur ruhiy dunyosi va xalqning tarixi akslanardi. U noyob daho, iste'dodiga mos mas'uliyat tuyg'usiga ega shaxs edi. O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov zamondosh shoirlar orasida tarixiy davr xususiyatlarini, ziddiyatlarini, ona vatan taqdirini, xalqning dardini, g'am tashvishlari-yu orzu umidlarini uningdek teran idro etadigan, qalbining har bir hujayrasidan o'tkazadigani yo'q edi. Birinchi uchrashuvimiz xullas shunday bo'lganki, jurfakda o'qiydiganlar radioga praktikaga keladigan bo'ldik, amaliy mashg'ulot. Usmon aka, O'zbekiston xalq shoiri ustozimiz Usmon aka, radio komiteti badiiy eshittirishlar redaksiyasida badiiy adabiymi? Nasiba opa Ergasheva juda badjahl xotin, qo'rqardi biz u kishidan. Nasiba opani ko'ziga ko'rinmaydi, bekorchilarni yomon ko'radi. Yaxshi ayol ekan-ku, biz bekorchilik uchun kelganimiz yo'q desam, baribir ko'rinmay turaverdi. Abdullajondan, Abdulla akadan intervyu olib kelinglar deb topshiriq bo'ldi. Usmon aka aytdi, yur Abdulla aka bilan tanishtiraman. Xudo berdi bizga. Yozuvchilar uyushmasiga borsak, Abdulla aka bolalar dunyosi orqasidagi uyiga yangaga sho'rva buyurgan ekanlar. Kalla sho'rvami, pochta sho'rvami? Talabalarning ishasini qitig'laydigan gaplarda bular. Biz endi u qishloqda kalla pochta sho'rvani qishloqda ukalardan olib borgin, tomoqlarimiz tushib ketganda shu. U kichkina Abdulla akaning uylari kichkina, hammani aytaveradi, lekin sig'maysizlar deb. Bu yigitlar kimdi? Birinchi shu duch kelganimiz Sari Osiyodan. Shu Sari Osiyodan ukalarim yo'q edi deb Abdulla aka keyin nima yozadi bu? Abdulla aka she'r mashq qiladi. Havaskor. Shu havaskorlik darajasi yaxshi bo'ldi o'sha yerda. Keyin toza yigitlar bular hali. Ular ehtiyot qil degan gaplari esimda. Jahon bo'lmas muxolifsiz, zamon bo'lmas muxolifsiz, yashab bo'lmas bu dunyoda vali she'ru ma'orifsiz, kim aytur endi yayrabsiz, kim aytur endi horifsiz, hamon Abdulla Orifsiz, hamon Abdulla Orifsiz. Tumanlar barcha yomg'irlar, fasllar suhbati ichra, jununlar, istiroblar ham asrlar suhbati ichra, qasrlar hay'ati ichra, vazirlar suhbati ichra, ayon Abdulla Orifsiz, hamon Abdulla Orifsiz. Bu yo'llardan necha ustoz, necha sohib kamol o'tgan, ulug' shayxzoda ham Oybek, ulug' G'afur G'ulom o'tgan, ularning nomi yodin ham bayotin bardavom etgan, nishon Abdulla Orifsiz, hamon Abdulla Orifsiz. Hamma qatori Abdulla akamda o'tirib olib, men she'r yozyapman, qog'oz qalamni ustiga qo'y, bolalarni ko'chaga chiqarib qo'y, yo ovozini o'chir, men ijod qilyapman degan hech qachon bunaqa bo'lmagan. Asosan Abdullaga she'r xayolida tug'ilardi, bitardi, keyin oqqa ko'chirilardi. Masalan, meni nima bo'lmaganda ko'proq o'zi yozib qo'yar edi, lekin doimo yangi she'rda mana she'r yozdim deb o'qib berardi. Keyin Abdullaga bir nimasi bor, she'rda yozish bir bo'lim, uni she'rda ishlash ikkinchi bo'lim bo'lardi. O'zi bir sira yozib qo'ygan bilan undan keyin uni she'rda ta matbuotda chiqquncha ikkinchi davri boshlanardi. Ba'zan bir she'rda masalan asl nusxasi qolmay ketardi. Shunday chiroyli satrlar bo'lib ketardi. Men ba'zan aytaman, shunday chiroyli satrlar qoldi desam she'rga sig'madi deb qoldirardilar. Nevaralarni umuman mana shu xonadonni qiychi bo'stonim meningdirdilar. O'zimizcha xavfsirab, ota sizga xalaqit bermayapmizmi, bolalar yig'i-sig'i sizni joningizga tegmayapmizmi deb so'rasak, menga yoqadi shu. Bu meni qiychi bo'stonim. Hech qanday buni ta'siri yo'q. Men mana shunaqa holatda ijod qilishni yaxshi ko'ramandirdilar. Meni bir kunim bo'lib qoldi teatrda ijodiy kecham, shunga taklif qiluvdik.
endi sizniki dedilar shu to'rtlik emas, endi to'rtlik ham ku, lekin mana bu ikkita misrasi yaxshi dedilar. Dunyoda uchraydi turfa san'atkor, bularning ichida bittadir yodgor degandilar. Bu menga bergan ta'riflari men uchun boshim osmonga yetgan edi. Shunday ulug' shoirimiz menga shunaqangi baho berayotgani. Lekin biz bir tarafdan juda ham qadrdon edik. Abdulla aka kenjadan qiladigan oshimni juda yaxshi ko'radilar. Shuning uchun qo'ng'iroq qilardilar. Kenji topildimi, Yodgorjon? Ha, topildi. Bu deganlar demak, keling bu yoqqa dedilar. Burayga borib o'sha yerda birga osh qilardik. Keyin mana bu qalay bo'pti, to'rtliklarni aytadilar. Bu qalay bo'pti? Bu men buni ham Abdulla aka maylimi shularni aytsam men uchrashuvda. Ayting, aytishingiz uchun aytganman dedilar. Keyin bir kun ustozim Nabirahimovni 80 yillik yubileylari bo'ladigan bo'ldi. Men ham chiqib tabriklashim kerak. Keyin Abdulla akamlarga murojaat qildim. Abdulla aka, shunaqa ustozim Nabirahimov 80 yoshga to'lyaptilar. Shu ularni bir chiqib tabriklashim kerak. Shunaqami? Nabaka Nabirahim sizni ustozingizmi? Ha, meni ustozim. Qayerlilar Nabaka? Men aytdim, Qo'qondanlar. Ha, 80 ga kiryaptilarmi? Ha, Nabaka-ya, Qo'qonlilar, 80 ga kiryaptilar, ha, sizni ustozingiz, ha, shu joyni o'zida yozing dedilar. Yozdim keyin. Qo'qonga bosh eksam arziydi, chunki Furqatu muqomiy kabilari bor. Yurtiga fidoyi ustoz san'atkor Rahimov nabidek o'g'lonlari bor. Deb chiqib men shu bilan tabriklaganman. Navakamman juda xursand bo'lganlar. Buni o'zingiz yozdingizmi? dedilar. Men aytdim, "Yo'q, sizga bu Abdulla Oripovdan sovg'a" desam, butun zal qarsak chalib o'rgan edi shunda. Ana shunaqangi biz juda ham qadrdon edik. Bu Abdulla akamning o'sha to'rtliklarini o'zi ichida juda ham katta falsafa katta edi. To'rt misrlarni o'zida bir dunyo falsafa edi. Abdulla Oripov to'g'risida ham taklif menga tushganida o'sha Qashqadaryoga chaqirishdi. Qashqadaryoda o'rganishni boshladik. Dastlab o'sha oilalarida opalari, jiyanlari, akalari bor. Ulardan dastlab boshladik. Undan keyin bilasizmi, insonni oilasidan boshqa odam ko'pchilik bilmaydi. Misol uchun, bizda asosan shu Hanifa aya, ya'ni Abdulla akaning umr yo'ldoshlaridan, qizlaridan, farzandlaridan intervyular oldik boshida. Intervyular olganimiz nimaga? Biza voqealarni to'liq bilib olishimiz kerak edi. Qaysi davrda nima bo'lgan, hamma umumiy gaplarni biladi. Lekin ulardan nima o'tgan, xayolidan nima o'tgan, qanaqa dardlar bo'lgan ko'ngillarida, qanaqangi o'sha xursandchilik bir davrlari bo'lgan, hammasini birma-bir so'rab surishtirdik. Eng asosiy maslahatchimiz bu Hanifa aya bo'ldilar, ayollari bo'ldi. Keyingi paytlarda boshimizda qora bulutlar uchib yuribdi-ya, Abdullajon. Bu yoqda mening o'zbegim, bu yoqda sizni O'zbekiston qasidangiz. Rosa chaynashyapti. O'rtoq Rashidov bizdan ranjidimikin? Yo'q-e. Bilasiz-ku, agar u kishi bo'lmaganida biz allaqachon nahanglarga yem bo'lgan bo'lardik. Bo'ldi, boshqa yozmayman deydi-da, bir qarasam yana sekin yozayotgan bo'ladi. Xalaqit bermayman, nima qilmasin deb. Keyin sekin uxlaganlardan keyin o'qib ko'raman she'rni. Da ertalab aya deb gapirardi menga. Yana she'r yozib qo'ydim-da, xuddi yosh bolaga o'xshab, yana she'r yozib qo'ydim-da, dedilar hazillashib. Ha, o'qidim, yaxshi ekansan. Qachon o'qiding dedilar. Unut bahorlarni, qishlarni unut. Unut osmonlarning zangor ko'ylagin. Yulduzlarni unut, qushlarni unut. Ularni ko'rmadim deya o'ylagin. Dunyoda jamiki mavjud narsani yaralmagan degin. Yo'q deb bil erkam. Hayratga solursan shunda barchani, shunda unutarsan balki meni ham. Birinchi kitobchamiz chiqdi. Rahmali Jumani Niyoz akaning qizlari Yulduz opa Toshkent oqshomida ishlardilarda. Keyin
Yulduz opa dedim, bir kitob yozsam Abdulla akaga berib qo'yasizmi? Noqulay bo'lmaydimi? Odobsizlik bo'lmaydi desam, yo'q, berib qo'yaman. E'tiborni qarangki, o'sha kecha o'qib, ertalab ish boshlangandan keyin telefon qilganlar. Sirojmisan, Sirojiddinmisan, kecha kitobingni berib yuborgan ekansan. Men o'qidim uka. She'rlaring haqida gaplashamiz dedilar. Bir ikkitasi yoqmaganda, bir ikkitasi emas, ancha. Lekin uka, katta rahmat senga. Katta shamollarning, katta bo'ronlarning shuuri kelyapti kitobchangdan. Menga shu baho yetar edi. Ikkita zabardast shoir yonma-yon bir vaqtda ijod qilishgan. Erkin aka Vohidov, Abdulla aka Oripov. Endi bularning o'sha vatanga bo'lgan mehrini Erkin akanikida menga Pushkin bir jahon, menga Bayron bir jahon. Lek Navoiydek bobom bor, ko'ksim osmon o'zbegim. Qarang, nimaligini. Mun Abdulla akani O'zbekiston vatanim menim degan she'rida kalumda bor alamim menim. O'zbekiston vatanim menim deganni o'zida o'sha Amerikani birinchi bo'lib kalumdan oldin Bobo Kalonimiz Beruniy hazratlari ochganligini shundan namoyon qilib turibdi. Mana shunaqangi vatanni yaxshi ko'radigan, vatanga sodiq xizmat qilgan, xalqiga sodiq xizmat qilgan shoirlarimizdan edi Abdulla akam. Keyin biz juda ko'p telefonlashib turardik. Bir yangi to'rtlik yozsalar, darrov qo'ng'iroq qilardilar. Mana bu qalay bo'pti? Va Abdulla aka zo'r aytsam bo'laveradi. Ha, aytavering dedilar. Dunyoning yarmini sayr etdi o'g'lon. Kelib otasidan so'radi ajrim. Chin do'st topolmadim nega otajon? Ota esa jim. Yana dunyo kezdi charchamay o'g'lon. Yana otasidan so'radi ajrim. Vafo topolmadim nega otajon? Ota hamon jim. Nega savolimga bermaysiz javob? O'g'lon turar edi nolakor, haqir. Ota javob qildi tortib shu top. Sen ham bor narsani axtardi axir. Men butun O'zbekiston bo'ylab ko'p yuradigan bo'lib qoldim. O'sha Sharq ayoli fondida birinchi ishladim. Otamda ancha she'rlari chop qilinmagan davrlar bo'ldi, oxirgi davrlarda. Shunda she'rlarini mana shu yerda printerdan chiqarib kecha yozilgan she'r masalan, o'shan bilan yo vodiyga chiqib ketaman, yo Qoraqalpoqqa ketaman. Shunda bilasizmi, xalqning ichida shunaqa bir otam ko'rinmay qolgandan keyin Abdulla Oripov o'lgan degan gaplar ham tarqalgan. Meni masalan shopirlar tanimasdan hamisha Sherali Jo'rayevni kasetasini qo'yishadi. Birinchi muhabbatim yayraydi. Qayerga bormasangiz shu. Keyin otam haqida yoki Sherali aka haqida gap so'z bo'ladi. Shunaqa o'tib ketdilar desa, yo'q, o'tmaganlar. Men qizlarim ham guvohman, otam tirik, mana kecha she'r yozildi deb ko'rsatsam, bilasizmi, qo'llari titrab ketar edi shopirlarni. Abdulla aka tirikmi? Ha, tirik. Faqat tirik bo'lsinlar. Ayting, faqat tirik bo'lib tursinlar, biz hamma narsaga chidab beramiz. O'sha varoqni she'rni nimaligini nomiga ham qaramaydi, sanasiga qarashardi. Kecha yozilgan deb yugurib ketadi-da, butun qishloq kecha yozilgan she'r ekan deb. Men ketyapman Italiyaga desam, siz Dantini yurtiga ketyapsizmi? Bu Dantini vatani-ku, bu bizni Alisher Navoiyni qancha hurmat qilsa, italyanlar Dantini xuddi shuncha hurmat qiladi. Ular to'g'risida bir gaplashib ko'ring. Bizning mamlakatimizda mana Dantishunos olim Abdulla Aripov yashaydi desam, ko'pchilik shu yerda odamlar bir hayajon bilan suhbatim tamom o'tgandan keyin meni tashqariga chaqirib, shunday odam bormi, tarjimon bormi deb so'rab soldi. Bor tarjimon desam,
buni tarjimani 100 yil qilish mumkin edi, 200 yil qilish mumkin edi, 300 yil qilish mumkin edi. Siz 2000 yilga kelib endi shunaqa tarjimon bor deganingiz menga yangilik tuyulyapti bizga deb ular hayratda qoldi. Menga darrov madaniyat vazirini o'sha yurtni madaniyat vazirini chaqirib suhbat o'tkazdi men bilan. Hammasini tarjima qilganman Danteni desam, men ham hammasini tarjima qilgan deb javob berdim-da ularga. Shunda bu bo'lishi mumkin emas. Hali birorta ham shoir Danteni 3ta kitobini tarjima qila olmagan. Bitta ikkitasini qilganlar bor, lekin uchinchisini tarjima qila olmagan dedi. Men o vaqtda haqiqatan hammasini qilmaganini bilmasam ham ularga ma'lumotlar yozib bering deb deganligi uchun hammasini tarjimasini borib so'rab bilib beraman deb ularga yozma holda qoldirib keldim adreslarni. Vaqt o'tishi bilan menga xatlar keldi. Shu haqiqatan shu Danteni Do'zax degan kitobini tarjimasini bizga yuboralasizmi deb turib. Rosa bibliotekalarda qidirib ko'rdim, u yerda bu yerda qidirib ko'rsam topa olmadim. Abdulla aka siz topib bering desam, Abdulla aka o'zini bibliotekasini qidirib, bibliotekadan ham o'zini bibliotekasidan ham kitob topa olmasdan Jumaniyat Jabborovda bo'lsa kerak deb xonamdan zuvand qildi. Jumaniyat aka sizda mabodo shu kitob yo'qmi desa, boru lekin sizga bermayman deb hazillashdi. Lekin men birdan turibkani men oldimda Jumaniyat aka menga berarsiz, bir haftaga berib turing, bir ko'rayin desam, borib uyiga mashina yubordim, darrov kitobni olib keldi. Kitobni birdaniga biz kopiya qilib chiqarib olganimizdan keyin shu kitobni kitob shaklida yangidan chiqarib Italiyaga 10 ekzemplyar jo'natishga qaror qildik. Zalda o'tirganlarga Abdulla akam o'zini cho'ziq va chiroyli ovozlari bilan Danteni o'sha 4-qo'shig'ini Do'zaxdagi 4-qo'shig'ini o'qib berganda qarsak urmaydigan odam qolmadi. Ertalab turib gazetani eshigini ochib qarasam, eshigida gazetalar osib ketar ekan ular har kuni. Shuning ichida bir kvitansiya ham turgan ekan. U Abdulla Aripov kunlarini o'tkazish, Italiyada o'tkazish kunlari bo'yicha mamlakat miqyosida bir 100 ming yevro pul chiqarilganda, ertalab pulni olinglar deb turib kvitansiya yozilgan ekan. Biz bankka bordik. Borib o'sha menga 10 ming dollar, Abdulla akamga 10 ming dollar yozilgan ekan. Yevrodan hisob bergan ekan. Biz Abdulla akam bir 5-6 metr yurgandan keyin ochib qaradidagi yevroligini ko'rib, bu boshqacha pul-ku, qanaqa pul dollarga almashtira olmaymizmi domla dedi menga. Shunda Abdulla aka bu undan ham zo'ri, uyga borib bolalardan bir so'rab ko'ring qani. Haligi agar bo'lmaydi desa, men sizga uyingizga o'sha vaqtda 1.6 emadi, 16 ming dollar sizga olib borib beraman-da, siz menga berasiz o'sha yevroni desam, keldi. Bir kun o'tdi, Abdulla akam indamaydi. 2 kunda o'tdi, 3-kuni zuvand qildim kechga yaqin. Nima bo'ldi Abdulla aka desam, "Yo'q, o'zi yaxshi ekan. Bu bilmas ekanman, yaxshi narsa ekan-ku" deb kulib qolgan paytlari bo'lgan. Bitta narsani juda yaxshi ko'rardilar. Menga har doim shunga borib qolsak, shuni ayting dedilar-da. Endi nimani aytay desam, anu Sharq afsonasi bor-ku dedilar. Anu Abdulla Aripov Sharq afsonasimi desam, o'sha kishi yozgan ekanmi deb hazillashardik-da. Abdulla akam bilan shunaqa qilib hazillashardik-da, keyin o'sha Sharq afsonasini aytib berardim. Bir kunda 2 marta, 3 marta bo'lsa ham shu rahmat dedilar eshitib uchrashuvlarda. Shu allaqaysi zamonda bir qishloqda ota o'g'il yashar ekan omonda. Bular juda totuv ekan. O'rtada mol, joni bir, ming qilsa ham ota o'g'il, ming qilsa ham qoni bir. Bir kunidan shu ikkovlon qaygadir yo'l olibdi. Minay desa ot ulov yo'q, o'ylanishib qolibdi. Qurib ketsin yo'qchilik ham. Kim nelarga zor edi. Ikkovini o'rtasida bitta eshak bor edi. U ham biroz yag'ir, andak bedarmon, shu eshakni minsakmi deb o'ylab qoldi ikkovlon. Ota dedi, o'g'lim bundan na siz, na men naf ko'rgaymiz. O'g'il dedi, ota, buni galma-galdan mingaymiz. Ota doim ota axir, ya'ni mudom izzatda. Eshakka u mindi dastlab, o'g'il yayov albatta. Bir qishloqdan o'tardilar, asta sekin tiqirlab, ortlaridan 4-5 odam kulib qoldi piqirlab.
ahmoq ekan mana bu chol, ahmoq haddan ziyoda. O'zi ulov minib olgan, o'g'li esa piyoda. G'alati bir hisni tuyib, shartta pastga tushdi chol. Kela qolgin o'g'lim dedi, shu eshakka sen mina qol. Endi o'g'li eshakda-yu, ota yayov ketardi. Endi bular boshqa qishloq ko'chasidan o'tardi. Borardilar asta-sekin, ortlaridan yana qurib qoldi 3-4 kishi. Ahmoq ekan mana u bola. Ahmoq haddan ziyoda. O'zi ulov minib olgan, otasi-chi piyoda. Yosh emasmi? Birdan oriyati qo'zg'aldi. U ham shartta pastga tushdi. U ham yayov yo'l oldi. Yurib ikki avlon necha adir qir oshlar so'ng boray deya ikkovi ham shu eshakka mingashdilar. Ammo tag'in bir manzildan o'tar bo'ldi ikkovlon, ne kulfatki bu joyda ham tinch qo'ymadi olomon. Ahmoq ekan bular rosa, insofi yo'q lavanglar, ikki odam bir eshakka minib olibdi, qaranglar. Malomatdan ota o'g'il tamom horib toldilar, g'azab bilan bir-biriga termilishib qoldilar. Aytmabmidim dedi ota. Gap o'qimading tirrancha. El yurtning orasida bo'ldik rosa bo'lgancha. Qo'l siltashdi bir-biriga. Qoldi foyda ziyon ham, ota bu yon ketib qoldi. Bu yon ketdi o'g'lon ham. Qondoshlikning million yillik rishtalari uzildi. Oraga bir eshak tushib, o'rtalari buzildi. Ana qaranglar endi. Men har doim aytardimki, mana shunaqangi mushmush tarqatadigan eshaklar bizni yurtimizga qadamini bosmasin desam, Abdulla akam o'zi birinchi bo'lib qarshi chalardi shunda. Shuning uchun bu narsalar hozir uchrashuvlarga borsam, albatta Abdulla akamni ruhini shod qilish uchun mana shu Sharq afsonasini aytib turaman. Oxirgi suhbatim telefonda bo'lgan. O'sha 2 oydan keyin telefon qildilarda yuragimni mazasi bo'lmay, endi ko'p uzoq bo'lgani uchun ham babs qilasiz-ku ota uchun. Osma ukol olib kabinetdan chiqib kelayotgandim, shunda telefon qilib qoldilar. Kimdandir eshitibdilar shoirani yuragini mazasi yo'q deb xavotir olganlar, nimaga mazasi yo'q deb. Shunda telefon qildilar, yaxshimisan? Yaxshiman. Har doimgidek osma ukol. Toshkentda uzum bormi deb so'radilar. Hali ham bormi uzum dedilar. Bor uzum, endi bu noyabrda. Keyin asarni yozib tugatdingizmi ota desam, kuchim yetmayapti qizim, kuchim yetmayapti, charchadim dedilar. Bu oxirgi bizning suhbatimiz edi. Keyin 2 kundan keyin o'sha hushlaridan ketib, ancha duolarda o'tirdik, boshqa qildik, taqdir ekan. Bir gapni lekin aytardilar, shu Chingiz Aytmatovning o'limi juda qattiq ta'sir qilgan edi otamga. Taqdirlari ham o'xshash, hayotlari ham o'sha birga qilgan ishlari, yo'llari, xalqning mehri o'xshash joylari juda ko'pdi. Og'amdirdilar, Chingiz og'am. Shular chet elda pnevmoniyadan ko'z yumganlarida nimagadir. Men ham xuddi shunaqa ketaman qizim. Chet elda shu kasallikdan deganlarda, yo'q unday demang. 100 dan oshasiz. Orib buva 103 ga to'lib o'ldilar. Irsiyatda bor bu narsa. Hozir meditsinani kuchi ko'p, siz olib qolamiz desam, 100 yoshda tilama menga deb nima qilardilar. Nimaga 100 yoshda tilamayman sizga desam, farzandlarimni o'limini ko'rish xohlamayman dedilar. Chunki Orib buva ko'rganlarda hech shuni o'ylamabmiz. Yo'q, biz hali o'lmaymiz. Yo'q, 100 yoshga to'lishni menga niyat qilmagin dedilar. O'g'lim, so'ramasman sendan mol dunyo. Uy ham qurib berma, mayli alomat. Mayli ko'zlarimga bo'lmagil ziyo. Yonimda yursang bas, sog' u salomat. Mayli ko'tarmagil meni yelkangda, qalqon ham bo'lmagil yoqsa malomat. Bir kuni yostiqqa boshim tekkanda,
tepamda tursang bas sog'u salomat. Abdulla Aripov umrining so'nggi yillarini taqiqda o'tkazgan. Norasmiy qora ro'yxatga tushishi kutilmaganda ro'y berdi. Aniq sababini shoirning o'zi ham bilmasdi. 2009-yillari ikkita tashkilot mualliflik huquqini himoya qilish respublika agentligi hamda yozuvchilar uyushmasiga rahbarlik qilardi. 2010-yilda agentlikdagi ishidan bo'shatildi. 1 yildan so'ng uyushma raisligidan ham olindi. O'shanda odamlar shoirni qanday ishdan bo'shatish mumkin degan ekan. Xalqimiz Abdulla Oripovni rahbardan ko'ra shoir sifatida ko'proq bilardi. Darvozaga qarab o'tirardilar. Kimdir keladimi yo'qmi deb. Chunki shunaqa davrlar bo'ldi, otam bilan salomlashishga ham or qiladigan shogirdlari bo'ldi. Mana shu seni sog'insinlar, sen ko'p sog'inding she'rini yozilishini oldindan nima sabab bo'ldi? Liftda yozuvchilar uyushmasida liftdan chiqquncha shogirdlari salom bermagandi. Meni yoshini hech bo'lmasam hurmat qilib salom bermaysanmi desa, ishdan ketaman degan. Mana shunaqa holatlar ham bo'lgan. Ya'ni qancha ko'p sinovlar bo'lsa, men keyin otamga aytardim, ota, baribir shukur qilishingiz kerak ekan. Siz hayotligingizda kimligini, asl do'st dushmanni ko'rib bilib xulosa qilib ketyapsiz. Ko'pchilik buni bilmasdan ketadi. Baland tog'dan tushgan buloqlar shoshib urilib baribir ulkan dengizga kelib tushadi. Ummonga tushadi. Xuddi shunday otajon, sizni ummoningizga buloqlar kelib tushadi endi. Pastdan kanal qilib, sun'iy qilingan hamma kanallar ketdi. Loyiqalab tashladi sizni ummoningizni. Yaxshi-ku. Mana desam, o'shanda xuddi gaplarim tasdig'idek darvoza tiqillab, Shahrisabzda qaysidir tog'li qishloqlaridan ikkita shoir yigit ustoz deb kirib kelyapti uzumlar bilan. Meni buloqlarim keldimi deb otam o'shanda xursand bo'lib qoldi-da. Mana shular bu asl shogirdlari. Shuning uchun soxtalik ketdi, sizni tark etdi. Bu juda ham yaxshi deb shunaqa suhbatlar qurardik. Ko'p suhbat qurardik otam bilan. Mana shu Adillar xiyobonini ochilish marosimida, bu binomizni ochilish marosimida davlatimiz rahbari ming afsuski bu kunlarda Abdulla akalar ko'rmadi. Bu zamonlarda Abdulla aka erkin akalar yetishmaydi menga degan juda bir armonlarni aytganlar. Mening ham ko'nglimda armonlarim bor deb shu yerda aytganlar prezidentimiz. Ustoz mangu yashasa kerak. Gimnni muallifi, O'zbekiston qahramoni, olamshumul shoir deb bemalol yurgan ekan, bir kun qo'ladilar. O adabiyot gazetasi ham bizga yuklandi. Bir dizaynni o'zgartirganimizga, "Ey Siroj, buni havosi bor ekan, rangi bor ekan gazetani" degan gaplarni hayajonlanib aytganlar. Keyin bergan favoralar kuniga to'g'ri kelgan. Meni birinchi kun muharrirligim. Shunday yaratib berganmiz. Rosa xursand bo'lganlar. Keyin ko'rgani boramiz desa, gazetani chiqaraver, men yaxshiman deb. Bir kun qarasak-ki endi nimaga jamiyatda ob-havolar o'zgaradigan, Amerikaga juda jiddiy muolajaga otlanadi. Abdulla aka borish shartmi shu Amerikaga? Bordingiz, ko'rdingiz. Amerika sehrli diyor. O'qilar edi Kolumb ham hali. Dengiz ortin yoritili bor Beruniyning aql mashali degan so'zni ko'rish uchun, amalda ko'rish uchun borib keldingiz. Ey uka, bir sog'ligimni ko'rsatib kelay shu dengizi bo'ylarida deb hali she'rlari bor birinchi borganlarda. Usmon shoir bo'lsang, uka bo'lsangmi, bir qo'llab jibor degan Usmon aka. Endi bu zahmatda she'riyat ham. Endi Abdulla akaday zahmat chekyapman demoqchi emasman. Lekin ustozni suyaklari so'z yo'lida oqadi. Abdulla Aripov 2016-yilning 7-sentyabrida sog'lig'ini mustahkamlash uchun ayoli Hanifa aya bilan Amerikaga boradi. 3 oy shifokorlar nazoratida bo'lib, muolajalar oldi. Holati yaxshilangani sababli
oktyabr oxirlarida Toshkentga qaytish uchun biletlar ham olinadi. Ammo Toshkentga uchishiga 10 kun qolganida kutilmaganda pnevmoniya boshlanib, Texasning Houston shahridagi shifoxonaga yotqiziladi. Ming afsus, 2016-yilning 5-noyabrida Abdulla Aripov hayotdan ko'z yumadi. Alvido xalqning qahramoni, alvido shoir. Yangi bir asrning ostonasi bu. Yetishdim umrimning qutlug' yoshiga. Tilimda shukrona, dilimda g'ulu. Tarix sarkotibin keldim qoshiga. Mana men o'zbekman, qo'limda tug'im va barcha a'molim bitilgan kitob. Shuning ichidadir borim va yo'g'im, shuning ichidadir men uchun oftob. O'zbekman, inshaalloh iymonim butun, tilim qisiq emas bashariyatdan, kimgadir tengdirman, kimdandir ustun, zuvolam qorilgan samimiyatdan. O'zbekman, gohida iqbolim kulib, gohida o'zimdan chiqqan ofatim, dunyoni olsam-da jahongir bo'lib, go'dak yig'isiga yo'qdir toqatim. O'zbekman, qanchalik jafo chekmayin, o'zimga haq bo'ldim, o'zimga haqman. Yashadim yovlarga bo'yin egmayin, bukun o'z erkiga erishgan xalqman. Istiqlol ketma yurt peshonasidan, tole tark etmagin bizni ilohim. Mana yangi asr ostonasidan o'tdim. Bismillahir rahmonir